Manga Shamshiboydan gapiramiz. Xo'p, ishlar avjida, dekor plaslarimiz, PVC'larimiz sizlar uchun ketdi. Optim narxi ishlar boshlangan. Xo'p, ishlamiti deb kelmayotganligi bu sizlar uchun bo'ladi. Chiqqan telefon raqamga aloqa qilasizlar. Hep keling operator. Xo'p, narxini aytaylik. Narxi nereal arzon. Arzon bo'lsa, narxi bitidan like ayamasizlar. Taroqlilarimizni donasi 24 ming so'mdan 3 metr bo'ladi. Xo'p, dekor plaslarimiz 18 ming so'mdan bunaqa narx topa olmaysiz. Donasini 18 mingdan qilib beraman deb aytmoqdilar. Olib kelaverasiz. Xo'p, bu tomonimizda dekorlar o'zidan ham bor va xilma-xil ranglari bor. Sizlarga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, patologiya hamma narsamiz mujassam. Chaspalarimizni ham xilma-xildan tanlaysizlar. PVC'larimiz bularning kvadrati bo'ladi. Kvadratini xo'p, oxirgi narxini 95 ming so'chitgan bir vaqtda 85 ming so'mdan biz qo'yib yubordik. Endi shunisiga bitta manaqa rangidan berib qo'yasizlar. Xohlasangiz manaqa holatdagi ranglari bor. Xohlagan vibringizni tanlab ketsangiz bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa. Xo'p, dekor dekortlarimiz pachka turibdi. Yangi kelgan, yangi mahsulot, ostatga tovar emas. Manzilni aytib o'tdim, Namangan Shamshiboydamiz, ya'ni Dorvazalar raddida bo'ladi. Bu tomonimiz Parvina ko'chadan kelasiz, Sulim orqali Bag'i vokzaldan chiqsangiz bo'ladi.